savol. Men ochiq mana sizga hozir fikrimni aytaman. Demak, davlat tili haqidagi qonun kirgan, Qonunchilik palatasida 3 qabul qilingan, Senat tomonidan ham qabul qilingan va davlat rahbariga kiritilgan. Davlat rahbariga kiritilganda davlat rahbari o'zini qaytarish institutidan foydalangan holda qonunni takomillashtirish bo'yicha takliflari bilan birgalikda Qonunchilik palatasiga taklif. Qonun davlat rahbari tomonidan kiritilgan takliflar juda to'g'ri takliflar. Biz hatto olqishladik buni, chunki Milliy tiklanish partiyasi qonunni o'sha birinchi, ikkinchi o'qishda qonunda aks etish kerak bo'lgan ayrim normalarni kirita olmagan edi. Davlat rahbarini o'sha millatparvarligi, davlatparvarligi shundan aks etdiki, biz o'sha aytgan takliflarimiz va unga yana qo'shimcha bir qancha takliflar asosida davlat tili haqidagi qonun bugungi global chaqiruvlar, bugungi qadriyatlarni ahamiyati yanada ortib borayotgan bir zamonda davlat tili haqidagi qonunni zamonaviy talablar va zamonaviy chaqiruvlarga uyg'un bo'lgan holdagi bir shaklda bo'lishini talab qilayotganligi shaxsan bizni juda ham quvontiradi va biz bu qonun ustida hozir ishlayapmiz. Ishlayapmiz. Bu bo'yicha men sizga aniq vaqt ayta olmayman, lekin ishlayapmiz. Biz qachonki agar bu qonunni tayyor deb hisoblasak, albatta bu qonunni kiritilish masalasi bo'yicha o'zimizning taklifimizni kiritamiz. Endi davlat tili haqidagi qonun O'zbekiston uchun bugungi kunda zarurat va ayrim masalalar yetildi. Mana e'tibor bersangiz, biz boshidan buyon aytganmiz, davlat tilini qonun bilan himoya qilib bo'lmaydi. Davlat tiliga birinchidan jamoatchilikka munosabatni o'zgartirishimiz kerak. Davlat tiliga hurmatni o'zgartirishimiz kerak. Davlat tilini rivojlantirish uchun sharoit yaratishimiz kerak.